Qadimda davlatchiligimizda bayroq ajdodlarimiz uchun kuch-qudrat, g'alaba, ozodlik timsoli bo'lgan. Hozirgi kunga kelib esa davlat bayrog'i biz uchun ham g'urur, ham faxr vazifasini o'tab kelmoqda. Xoh Qur'on Amir Temur saltanatida davlat tig'i, adolat, buyuk kuch-qudrat ramzi bo'lgan. Jangu jadallarda yuksak mardlik va jasorat belgisi sifatida eng kuchli bahodirlarga hadya qilingan. Bobomiz Najmiddin Kubro yov qo'lida shahid bo'lsa-da, changalida mahkam tutgan yalovni hech kim ololmagan. Bugun jahonning yuksak minbarlarida, dunyo sahnasida, Olimpiya o'yinlarida g'oliblikni qo'lga kiritib kelayotgan sportchilarimiz, tobora ulkan kuch-qudrat va salohiyat kasb etayotgan harbiylarimiz, qo'lida sarbaland bo'lgan bayrog'imiz har birimizga yuksak g'urur, faxr va iftixor bag'ishlaydi. Bayroq xalqimizning o'tmishi va buguni, tinchligi, mustaqilligi va barqarorligining timsolidir. Maviy rang tiriklik, yashash imkoni, beg'ubor osmon va halollik ramzi. Agarda bilsangiz, shu rangda edi Temur davlatining bayrog'i rangi. Oq rangda aks etgan poklik va soflik, orzu va xayollar jarovandligi, tinchlikdek muqaddas qirg'onimiz va O'zbekistondek yurtimiz farovonligi. Qizil chiziqlarda aks etgan hayot, jo'shib oqayotgan hayotiy qudrat, tiriklik nishoni, olmos orzular barpo etilajak eng buyuk davlat. Yashil rang uyg'onish, yosharish demak. Yashillik yarashar go'zal bo'stonga, navqiron umidli shodumon yoshlar timsoli ko'rk berar O'zbekistonga.